Assalomu alaykum. Birodarimizni tizzalari og'rib ketdilar. Biz Moskvadamiz, musofirchilikda. Nima bo'ldi, bir o'zingiz aytib bering. Shu to'g'ri qoldi, 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. Aha. Ukol oldim. Oldim. Значит, bu tizza eski kasal. 1 yil bo'lib qolgan. Nima bo'ldi? Siz aytishingiz bo'yicha o'zingizni bolangiz meni bosgan. Nimaga bostiruvdingiz? Tuvalet var, üstüne tuvalete soğuk. Tevalatib oyog'im og'ridi, bosib qo'y, bolam deb bostirdingiz, ha? Abi yerim bas soyusun bilgin yok. 7-sinf bolamiz. Men jat bolgan başım tuvalet o'tganimizda nerdan bütün tuvalet o'rganda o'sha molni qattiq urib ketdi. Bir qattiq mahal, mana shuni bosgan paytda biz zirt deb qattiq bir og'rib oldi, bo'lgani shu. Mana yerda ushlang. Mana yerda eshik bormi? İçide eshik bor, ha? Bor. Keyin mana yerda ushlang. Mana uni bu yerda ushlang. Buniki qattiqmi? Bunga qaraganda buni mana yeri qattiqmi? Ana shunaqa narsa kimning oyog'ida bo'lsa, sizga ham tushuntiryapman. Hozir bizning videomizni butun jahonda o'zimizni o'zbek qirg'iz ko'radi. Mana yerda chiqqan bo'ladi. Endi qarab turing. Mana suyak, mana ikkita suyakda mana bo'sh qilyapti, juda ham bo'sh qilyapti. Bo'shatingda mana o'ynaydi. Shuning pasi mana chuqurcha bo'shating mana juda qattiq turibdi. Bo'shating. Bo'shqin. Mana bo'shadi, mana bo'shadi. Tamir bo'shadi. Hali ham bu qotirib oldingiz, yana bo'shadi. Shu yerdan bosaman men hozir. Jatolaymi? Mayli, yotib bosangiz. Rabbim, bismillah. Ağrıydı, ağrısı ham. Bo'sh, qattiq turibsiz. Qotib qoldi, ayog'ingiz qotib qoldi. Bo'sh bo'ng-ey. Qotib. Ha. Ketdik. Bo'shating mana uni. Yoting. Bo'shating. O, molades. Yana. Mana uni bo'shating, mana uni. Belni tushiring yerga. Bo'sh qiling, o'zingiz bo'sh tashlang. Az qoldi. Yoting, prosta yoting, bo'sh qiling. Sabrda bo'ling. Hop, qotib qoldi. Og'riydi, o'tadi Bo'shating, ketadi. hop. Bo'sh qiling. Endi bu yog'ini. Mana uni bo'shating. Ha, bo'shating. Ketdik. Hop. Og'riq o'tadi, ketadi. Sal bo'sh tuting o'zingizga. Keyin bu yog'ini. Bong. Belni qo'ying yerga. Yoting. Hop. Bo'ldi. To'xtang endi. Tizzangizning ichi qaqshab og'ridimi? Hazırmı? Ha. Şimdi doğru var. Boş kılım, kettik. Boşaltın, katırdınız. Endi bu yoqda. Yana ketdik mana uni. Yana. Endi bu yoqdan. Boşang. Boşating mana tamirda boşating. Yo'q, qimirlatmang, battar qimirlatasiz boşating desam. Boşating. Boşating, ko'tarmang oyoq, ko'tarmang. Qimirlatmang. Yani ochayın, mana shuni ochayın, davay. Chek, bo'sh qiling, ochilsin mana yerda. Bo'shating mana yerda, bo'shating. Bo'sh qiling. Bo'shashing. Mana yerda bo'shating. Harakat qiling. Ozgincha bo'shashing. Ayog'ingizni mana yerlarda bo'shatib, bo'sh qo'ying. Bo'lmasa tuzalmaysiz. Mana bu go'sht turibdi, mana bu chiqsin orasidan mana. Keng, bosim ko'taring. Ana shunday qiling. Yana qiling. Bo'lmayapti. Keng. Ana endi sal bo'ldi. Mana. Bo'shating, ochilsin. Bo'shating, mana yerda bo'shating. Ana shunday. Ko'taring.
Endi tushundingizmi bo'shatishni? Yana. Oh. Oho, davay. Oh. Bong, harakat qiling. Oh. Ana, shunday. Oh. Yana oching, og'riqdan qutulasiz. Harakat qilsangiz endi. Davay, ko'taring. Torting, ochilsin meni. Torting, cho'zing. Oh, ana endi tushundingiz. Ana ochilyapti mana. Oh, ana. Oh. Voy. Qotirib oldingiz endi. Yana bo'shating boyag'ida. Yana bir qotib qoldi. Qotibdi. Bo'shadi. Qotirib oldingiz. Bo'shadi. Endi ko'ring. Bir yildan beri qotib ketgan. Shunga qiyin bo'layapti. Bo'shadimi yurib ko'ringiz? Bo'shadim? Ancha yaxshimi? Sezyapsiz, yaxshi tomon. Dam oling bo'lsam. Ayağınızı qildik mana, tavakkal. Yaxshi bo'lasizmi, yo'qmi Xudodan so'rab qildik. Endi ayting, nima bo'ldingiz? Yaxshi, burunqidan qo'yverdi уже. Hozir sraz bilindi-da уже. Sraz bilindi. Bilindi hozir. Qarang, ayağınızı kuchi oz edi, go'yoki ayağınızı kuchi ko'payib qolish kerak. Shunaqa bo'layaptimi? Hozir mutum qo'ya olmayapman. Hozir sekin bosib ko'ruvdim-da. O'shani tekshirish uchun. Bir yildan beringi bezovta qilayotgan narsa o'zi yo'qolyapti, to'g'rimi? Xudo xolasa. Bu narsa qaytalab qolsa kep tursangiz, Bu shu bilan bo'ldi, endi zo'r bo'lasan degani emas. 10-15 kunmi, 20 kun o'tkazib yana kelib ko'rsatib keting. Yaxshi-ya? Yaxshi. Hozir. endi bugungi shu bilan videorolikimizni tugatgan bo'ladi. Eski kasal nimadanligini ham o'zi bilmasdan pashtishdon, mana shu nimadan shu og'riyapti, konkretni nima bo'lgani uchun og'riyapti. Shu nimadan keyin og'riyotganini biladi, nima uchun og'riyotganini o'zi bilmay keldi. Doktorlar ham masalan ukol qilib, aynan nimadanligini bilmasdan shu jumboq bo'lib kelyotdi. Mana hozir biz harakat qilib ko'rdik, qo'limizdan kelgan narsani. Endi hozir og'riq kamaydi, yengilladi deb nima qilyaptilar. Kep tursalar, xudo xolasa shu oyog'i yaxshi bo'lishga harakat qilamiz. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. So'raydi sizdan. Aytingizmi telefon nomeringizni? Telefon nomerim 968 Aha. 968 892 892 21 49. 21 49. Shu bilan endi bugungi videorolikimizni tugatsak bo'ladi. Hech kim kasal bo'lmasin.